Nimaga tormoz kalotkalari tez yilib tugab qoladi? Hozir sizlar bilan buni bir nechta sabab bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi sabab bu tezlik. Ko'p akalarimiz tez yurishadi, tabiiyki tormoz ko'p ishlatiladi. Shuning hisobiga ham kalotka tez yilishiga sabab bo'lishi mumkin. Porshimni qattiq ishlashi yoki appendiskani deformatsiya bo'lgani kalotkani tez yilishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Uchinchi sabab support palet zanglaganlik hisobiga samatarmejini bo'ladi. Bunda kalotka nisbatan ko'proq yediriladi. To'rtinchisi va asosiysi sifatli mahsulot qo'yishinglarni maslahat beramiz. Bu o'zingizlarning xavfsizligingiz uchun bo'ladi. Bunda sizlarga Triali brendining appendisk va kalotkalarni qo'yishni maslahat beraman. Sababi kompaniya tomonidan 2 yilgacha kafolat beriladi hamda avtomobil va ko'plab sovg'alar yutib olish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Bu qanaqa bo'ladi? Caril kompaniyasining Luzar, Startold hamda Triali mahsulotlarini birini sotib olasiz. Har bitta mahsulotda stiker bo'ladi. Stikerni o'chirgan holda QR kod orqali Telegram botga kirib borasiz. Telegram botga olgan mahsulotingizni hamda ism, familiya, nomeringizni qoldirasiz hamda o'yin ishtirokchisiga aylanasiz. O'yin 20-avgustgacha davom etadi. G'oliblarni bo'lsa 23-dan 26-avgustgacha bo'lib o'tadigan avtomotiv avtoko'rgazmada aniqlaymiz.